Assalomu alaykum do'stlar, hammaga yaxshimisizlar? Aziz do'stlar, charchamayapsizlar? Sizlar bilan yana men kelgan. Bugun sizlar bilan men sizlarga bir videoganimni qo'yib beraman. Va nihoyat ishni tugatdik. Ha, albatta. Yo'lovchi Jo'xa buni qanday ochadi edi janob mer? Shuni ham bilmaysanmi? Ovozim Bilmadim, qanday o'zgarganida. ochadi lekin bu juda ham qimmatbaho narsa. Jo'xaga buni to'g'ri qilyapmizmi berib hozir? Ha, albatta Jo'xa bizni qishlog'imizga qanchalik katta foyda olib keldi bilasanmi? Bizni himoyalayapti. Xullas zo'r ishlar qildi. Ha, to'g'ri. Lekin buni amallab ocha olsa bo'lgani. Zo'r sovg'a u uchun. Ha, bir amallasa kerak bilmadim. Короче, ketdik, borib ishlarni ko'raylik, qishloqdagi ishlarni. Ha, davay, yuring, ketdik. Ha, yur. Jonga tegdi. Nuqul oxiriga kelganda yutqazaveraman qaranglar. 19tasini yutib kelib 20-siga ham yutqazamanmi? Eng alam qiladigani shunchasiga men yarim soat vaqtim ketibdi-ya. Yo'q, qanaqa yarim soat? 2,5 soat vaqt ketgan. Oho, ertalab soat 9 ga yo'q, 9 ertalab bo'lmaydi-ku. Soat 9 dan 11:30 gacha o'ynayapman ekan. Oh, Minecraftga shunchalik ham vaqtimni ko'p sarflayman. Birorta foyda ham olmasam. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa ekanman. Kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men YouTubedan foyda topishim kerak. Minecraft o'yinida birgina foyda topolmayapman to'g'risi. Kanalga obuna bo'lish tugmasini bossanglar bir nechta kanal chiqar, har biriga obuna bo'lish zarur va shart. Chunki men juda ham xursand bo'laman. Va videoga like bosishinglar kerak. Bu men uchun motivatsiya bo'ladi va o'zingizlarning shaxsiy motivatsiyalarini kommentariy yozib qoldiringlar. Qarashchi jigarlar, bugungi video oxirigacha tomosha qilinglar, chunki men Minecraft o'ynayapman. Va PvPda bilasizlarmi 19 marta yutib turib oxiriga 1 marta yutqazib qo'ydim. Bu endi sharmanda-da, var. Sharmandadan ham battar. To'g'risi bugun bitta zo'r ish qilmoqchiman. Tak, birinchi polosda ishlayman. Nima bu yer tosh bo'lib qoldi, tushunmadim. Yer blok edi doim yer blok bo'lib turardi. Tak, mana kerak emas menga belkurakni men qo'limga oldim. Nimaga bu yer tosh bo'lib qoldi? Men tushunmadim. Total ertalabku. Svetni o'chirib qo'yay, elektr energiya sarf bo'lmasin. Tak. Bu yer nimaga bunaqa tosh bo'lib qoldi? Men tushum hozir ham tushunmayapman. To'xtanglar. Mashinami? Nima mashina bu? Oh, dalin. Dahshat mashina-ku. Buni qanday ochadi? Bu richag yo'q-ku. Richagmi, qanaqadir kalit yo'qmi? Bu kim bu yerga yoshirib qo'ydi ekan? To'xtanglar. Men borib hozir merdan so'rab kelay. Bu qayerdan paydo bo'lib qoldi mashina? Va mana shu noto'g'ri turibdi. Tak, bilmadim, bu doim menga shunaqa voqea bo'ladi. Janob mer, yaxshimisiz? Ha, zo'r, o'zing qanaqaysan? Ha, zo'rman. Meni uyim tagida qanaqadir mashina paydo bo'lib qopti. Bilmaysizmi qayerdan kelib qo'ygan? Kecha kimdir kelgandi, senga sovg'a deb tashab ketdi. Kim? To'g'risini aytaymi? Ha, to'g'risini aytavering. Короче, to'g'risi uni men qishloq nomidan senga sovg'a qilmoqchi edim, lekin sen unga to'g'ri erisha olmaysan. Короче, eshigini ochib olishing kerak. Eshigini esa blok tutish orqali emas, shunchaki richag orqali ochishing kerak. Tushundingmi? Tushundim, lekin menda richag yo'q-ku. Izlab top, menda bor, lekin bera olmayman, chunki sen harakat qilib olishing kerak. Tushunarli. Mayli, rahmat olsam agar keyin sizga kelib kattaroq rahmat aytib ketaman. Lekin qandaysi ham buni ochishim mumkin. Buni qaranglar. Bitta qishloqqa ham turib olgan. Brat, nima gap? To'xtang, brat. Brat, to'xtang. Nima gap? Bu yerda o'ralashyapsiz. Orqangdagi bitta blokni ostida meni bitta jo'ram qamalib qoldi. Yordam ber. Qaysi blokda? Burchakdagi blokda. Burchakdagi. Mana bu yerda bitta burchak bor ekan. Tak. Bratdan striklay kim kom ketdi sizni bu yerga? To'xtang, brat, men sizga yordam beraman. To'xtang. Tak, mana bemalol chiqishingiz mumkin. Chiqing, brat. Brat, to'xtang, surib chiqaraman sizni. Chaqmaysanmi? San chiqaraman deb men bu yerga o'tiraveraman. Tak, bor ishlamni ko'ring, richak topib kelishim kerak. Hali ham o'tiribdi. Menimcha kim bu yerga tiriklik ko'mib ketdi buni? Men hayronman. Tak, richak topishim kerak. Bilmadim qayerdan richak topsam ekan. Jitellardan so'rab ko'rish kerak. Brat, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysan, Jo'xa, zo'rmisan? Dahshat. Короче, menga richak kerak. Sizda richak yo'qmi? Richak bor, faqat polizimni sozlab, hosil yig'ishtirib ber, keyin beraman. Короче, uyimga kiritib qo'y, keyin beraman. Shuningdek, hozir men ishim bor, ishimni qilib kelay. Mayli, как раз o'zi nimadir ish qilmoqchi edim. Davay, men kelsam beraman richakni. Mayli. Tak, mayli. Endi nimadir olish uchun evaziga nimadir berisham kerak-da jigarlar, to'g'risi. Endi nayloj bitta richak ekan. Olamiz richakni.
Tak richak shuni просто tak berib qo'yishsa bo'lmaydimi menga? Sovg'a, mana sanga jigar, addushi rahmat. Boringga shukr, qishloqni himoya qilyapsan. Sen shunchalik bizga yordam bering, mana bizni nomimizdan senga shunchalik yordam deyishsa bo'ladi-ku. Nima unaqangi endi menga mantiqan mantiqiy savoldek qilib unaqangi sir qilib berishyapti, hayronman. Tak, menimcha hammasi bo'ldi. Endi bir uyga kiritib qo'yamiz. Tak, lekin bir shkaf. Mana bu kiyim uchun shkaf. Mana bu yerda bitta shkaf bor ekan, lekin ochilmas ekan. Bilmadim. Mayli shuncha solib ketaman. Tak, bu yerda richak bor ekan, как раз. Birata so'ram olib ketsam bo'laveradi, chunki birata уже menga richakni olishimni o'tirib uzr. Lekin dahshat mazza ekan stulda. Mashinam turgan joyga stulda o'ynab o'tiramanmi? Tak, o'zimni fermamdagi ishni qachon qilaman? Mayli, birinchi mashinani chiqarib olaylik, keyin qilamiz. Tak, richakni olib keldim biratda. Tak, richakni qo'yamiz. Ochamiz. Va mashinani qizig'i mashinani qanday chiqaraman bu yerdan? Blok ketma dedi. Eshikni ochishda blok ketma dedi-da. Eshikni ochdim. Endi blok tutib mashinani chiqarib olishim kerak. Iloji yo'q. Mashina u eshikchadan siqmaydi-da. Blok tutib chiqaramiz, nima iloj? Tak, yelkani olamiz. Tak, ana endi tik yopamiz. Lekin bilmadim qanaqa mashina. Nomini sizlar bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar qanaqa nomli mashina ekanligini. Lekin men umrimda bunaqa mashina birinchi marta ko'ryapman. Ferrariga o'xshayapti-yu, lekin Ferrari emasligi aniq, chunki Ferrarining logotipi yo'q. Tak, mana bu eshikni ham sindirib olay. Menga mana shu eshik kerak bo'ladi. Biratda richagini olib borib beraman o'ziga. Tak, chunki u richag bir martalik emas, doim ishlatiladi. Qo'shnim-ku. Beraman desam beraman, bermayman desam bermayman. Texnologiya o'chilar ekan-ku buni eshigi. Vo, tepaga o'chilar ekan. Umrimda bunaqa salon отдельный temada. Wow, eshikni qaranglar. Speedometer bitta atiga. Ilovalari bor ekan ekranda, monitorda. Avtomat korobka. Wow, dahshat-ku. Orqasiga menimcha joyi yo'q. Bu 2 kishilik ekan. Tak, qanday chiqib ketaman? Kallam chiqib qoldi, qaranglar. Juda ham kichkina mashina ekan. Lekin qaranglar, voshcha kichkina mashinacha. To'xta, ozgina qoldi pastga tashab ketishiga. Tak, asta buramiz. Ovoz qaranglar, ovoz отдельный tema. Hammasi отдельный tema, buni hamma joyi. Tak, bir amallab buramanda hozir. Tak, uyimni oldiga joylashtiraman. Tak, asta. Oho, juda ham pas mashina ekan, qaranglar. Kallam o'zi chiqib qolgan. Okey. Ozroq orqaroq va ozroq oldinroq bo'ldi. Mana shu joyda turadi mashinam. Tak, okey, bo'ldi. Asta tushamiz. Hozir men fermamdagi ishlarni qilib olay, keyin mashina bilan drift qilib ko'rsataman. Albatta, videoni oxirigacha tomosha qilib turinglar, drift qilishimni ko'rmoqchi bo'lsanglar. Tak, hozir men mana toshlar qo'yaman, eshitib qo'yaman, richakni birat ketib berib kelaman qo'shnimga. Qo'shnimiz u birat bilan tak, uyida yo'q, birat aniq bilaman, chunki qayergadir ishim bor deb ketib-yordi. Tak, richak qo'yamiz. To'xta. Shkaf, egangga rahmat aytib qo'y. Bo'ldi, aytib qo'yadi. Lekin zo'r ishladim fermasida. O'zimning fermamda ham mana shunaqa ishlashim kerak. Ferma mana boqadigan joy. Masalan, buni 1 milliard marta aytib chiqqanman. Va sizlar mendan 1 milliard marta eshitgansizlar buni. Lekin mashina turishini qaranglar. Wow! Uyimni oldiga menimcha sig'adi. Juda ham past mashina ekan. Lekin eni juda ham katta ekan. Bo'yi past bo'lgani bilan enli mashina ekan. Menimcha sig'maydi. Garaj qurish kerak. Garajni bilmadim qayerdan olaman. Aytgancha jigarlar, menimcha kanalim 1000 ta obunachi bo'lgani uchun bermoqchi edi mer, lekin BMW berasiz degandim. Balki 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin BMW ham berar, lekin bilmadim. Aytdi-ku, bu san qishloqda yaxshi mehnatlarni qilganing uchun, tinchlikni saqlaganing uchun dedi. 1000 ta obunachi uchun degan yo'q. Demak, 1000 ta obunachi uchun hali menga BMW tayyor turibdi. BMW juda ham ajoyib mashina. BMW ni bilmadim qachon beradi, lekin bersa zo'r bo'lardi. Tak, bu yerga kartoshkani ekamiz. Bu yerga bitta kartoshka kelib ketdi, qaytarib olamiz. Chunki kartoshka bir qator faqat ekishim kerak. Qolgan joyiga kartoshka ekishim shart emas. Tak, bu yoqqa sabzini ekamiz qaytarib. Tak, okey. Aha, 9 ta ortiqcha, juda ham kam, juda kam. Tak, okey. Va yaxshi tugatdim. Endi uyimga kiritib qo'yaman-da, mashinam bilan drift qilaman. Birinchi merni yoniga borib kelishim kerak, merga rahmat aytib kelish kerak. Bilasizlar, rahmat aytmasak bo'lmaydi, chunki merga rahmat aytmasam bunaqa narsalar ko'p bermaydi. Kech tushyapti, svet yoqib qo'yaylik, chunki xonamning ichi biroz qorong'ulashib qolibdi. Rahmat aytishga mashina bilan boraman-da, birdan yo'l-yo'nakay drift ham qilaman.
O qanday tez minib qoldim, hayronman. Men kallam chiqib qolayotgani menga vash yoqmayapti, xunuk ko'rinyapti. Endi sizlarga bilmadim qanday ko'rinyapti, lekin menga vash xunuk ko'rinyapti. Lekin xunuk chiroylikda emas gap. Muhimi borlikda, muhimi qalb go'zalligi. Brat kechirasiz. Bu mashina bilan endi urib ketmasam ham bo'lmaydi-da sizda. Tak, men kirib janob merga rahmat aytib chiqay. Qalay ekan mashinam? Voy bilan, yorvoration, corporation, kamyochka, tabriklayman. Sen qishloqni haqiqatdan zo'r qo'riqlading. Mehnatni zo'r qilding. Qishloq uchun juda ham katta foyda keltirding. Bu uchun senga juda ham katta rahmat aytaman va tabriklayman. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Kelsa Amir, bashangni o'qib qo'yay. Tak, men merni oldiga kirib chiqay. Janob mer, men bitta qishloqdan richak olib turib, mashinani chiqarib oldim amallab. Tabriklayman Joha. Senga katta rahmat barcha qilgan ishlaring uchun. Sizga ham katta rahmat bunaqa qimmat mashinani menga olib berganingiz uchun. Buni narxi sirmimiz qancha turadi? To'g'risini aytaman, 2,300,000 $. Buncha pulni qayerdan oldingiz? To'g'risini aytaymi? To'g'risini aytavering. Viloyat hokimligiga seni qilgan ishlaringni aytgandim, ular menga mana shu mashinani bering deb berdi. Rostdanmi? Prosta qishloq tinchligini saqlaganim uchun, yaxshi odam bo'lganim uchun menga shunaqa mashina berishyapti. Qo'yil qoldim lekin. Men короче, yaxshilikni endi hammaga aytaman. Jigarlar, sizlar ham yaxshi odam bo'linglar, shunda sizlarga ham faqat yaxshilik keladi. Ya'ni sizlar ham zo'r narsalarga ega bo'lasizlar. Shuning uchun faqat yomonlikni o'ylamay yaxshilik qilish kerak. Nima deysiz, janob mer? To'ppa-to'g'ri. Johan obrachilari, faqat yaxshilikni ko'zlanglar, yomonlikni o'ylamanglar. Короче, shaytonga do'st bo'lmanglar. Xullas, sizlar zo'r bo'lib ketasizlar, har tomonlama. Va men sizlarga bunaqa mashinalarni zo'r-zo'rda berib turaman. Rahmat. Mer, bo'pti, janob mer, uyimga ketaman, sizga katta rahmat. Bo'pti, senga ham rahmat. Xo'p. Tak, ana endi mashina olamiz-da, bitta drift qilib turib uyga boramiz. Drift qanday qilasan, Jo'xa deysizlar? O'rganinglar, qaranglar. Tak. Mana shu yerda drift ko'rdinglarmi? O'sha izi ham qolib ketdi. Tak, mana bu yerda bitta chiroyli drift qilib boraydi. Voy, sekin kelganim uchun o'xshamadi. Tak, orqaga chiqamiz. Voy, asta haydaymiz. Tak, lekin urib olmaslik kerak, chunki 2,300,000 $ni men qayerdan olaman keyin bu mashinani sozlash uchun, davolash uchun demoqchi bo'libman. Kasal bo'lib qoladi-da. Tak, bo'ldi. Mana shu yerda